Assalomu alaykum. Yaqinlaringizni unutilmas tabriklar bilan quvontirmoqchimisiz? Unda biz bilan bog'laning. Bizdagi xizmatlar tug'ilgan kun tabriklari, sevgi izhori, to'y va bayram tabriklari, uzrnoma, tashakkurnoma, ota-ona va yoru do'stlar uchun maxsus tilaklar. Buyurtma uchun faqat murojaat qilsangiz bas. Sizning hislaringiz bizning chiroyli so'zlarda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zavriya opa, o'zingiz bo'lasizmi? Adashmadikmi? O'zimman. Kimsiz? Ayni paytda sizni tabriklar loyihasidan bezovta qilayotgandik. Bugungi shukrona shodiyona kunlar, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Shunday yaqinlaringiz orasida ishtirok etib, samimiy tilaklar, ajoyib tarzdagi dilizxorlar qolaversa, dilnomalar yo'llagan qadrdonlaringiz, mehribonlaringiz bor ekanlar. Ushbu go'zal tabriknomalarni kimlardan kutasiz? Bilmadim. Menga sir u. Bilmadim. Taxminingiz bo'yicha kimlar? Ha? Taxminingiz bo'yicha kimlar? Bilmadim. Kursdoshlarim bo'lsa kerak. Toshkentda o'qigan. Xo'sh, ismlari? Sadriddin bo'lishi mumkin, Muhammad bo'lishi mumkin. Albatta, sizni jondan dorqiyash ko'rgan qadrdoningiz, mehriboningiz, kursdoshingiz Mavludaxon, qolaversa Muhammadlar nomidan kursdoshingiz Muhammad aka tabrik yo'llagan ekanlar. Muhammad bilan Mavludami? Agar ijozat bersangiz, vaqtingiz bo'lsa, sizga yo'llangan ushbu go'zal tabriknomalarni, qolaversa ajoyib tarzdagi dilizxorlarni o'qib eshittirsak nima deysiz? Qarshilaringiz yo'qmi? Xo'p, eshitaman. Marhamat, unda tinglab turasiz. Assalomu alaykum, hurmatli Zavriya opa. Sizni 64 yoshingiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etaman. Umr yo'lingizga doimo baxt, omad, sog'lik, salomatlik va xotirjamlik bilan bezansin doimo. Har bir kuningiz quvonchli onlarga, ezguliklarga va shirin xotiralarga boy bo'lsin. Yaratgan egam sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik va oilaviy baxt ato etsin. Sizni mehribonligingiz, samimiyatingiz va insonlarga bo'lgan hurmatingiz hamisha atrofdagilar qalbida iliq va iz qoldirib kelmoqda. Shu ezgu fazilatlaringiz yanada ziyoda bo'lib, yaqinlaringiz mehri va e'tiborida yurish nasib etsin. Tavallud ayyomingiz munosabati bilan sizga eng ezgu tilaklarimni bildiraman. Barcha orzu-umidlaringiz ushalsin. Xonadoningizdan fayz va baraka, quvonch va kulgu aslo tark etmasin. Tavallud kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Kelasi yillarda ham mana shunday go'zal tabriknomalar orqali tabriklashni Yaratgan egam nasib ro'z aylasin. Yaratgan egam sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, qalb xotirjamligi va farzandlaringiz hamda yaqinlaringiz baxtiga doimo sog' omon bo'lib yurishingizni nasib qilsin. Har bir yangi kuningiz quvonchli xabarlar, shodlik va barakaga to'la bo'lsin. Sizni hurmat qilib, qadrlaydigan kursdoshlaringiz safida ekanligimizdan juda ham mamnunmiz. Insoniyligingizga, samimiyligingizga, mehribonligingizga hech qachon ko'zlar tegmasin. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz, juda ham qattiq hurmat qilamiz. Dunyoda turguncha turing. Bunaqangi shukrona shodiyona kunlarni 100 tasini, 1000 tasini ko'rganingizda ham doimo biz kursdoshlaringiz orqali tabriklashni yaratgan egam nasib ro'z aylasin deya mana shunday go'zal tabriknomalarni, ajoyib tarzdagi dilizxorlarni yakuniga yasab qo'yibdilar. Sizni ham ularga yetar dilizxoringiz, samimiy tilaklaringiz bormi? Bo'lsa marhamat. Rahmat deyman. Shunaqa menga e'tibor qilib, yaxshi tilaklar nima qilayotgan Muhammadga, Mavludaga nima sheksiz. Sheksiz. Allohim ularga ham Allohim shunaqa uzoq vaqt bersin. Sog'liqlarni, salomatligini yaxshi qilsin. Rahmat deyman. Rahmat, salomat bo'ling. Shukrona shodiyona kunlarni a'lo kayfiyatda o'tkazing. Yana bir bora shukrona kun shukuhi muborak bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat.
chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qoshi ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun